bu 9 xil narsani suvda pishirsa bir go'harga aylanadi. Nurg'un ushshoq kasalliklarga shifo qiladi. Birinchi, yumg'oqni suvda qaynatish. Yumg'oqni pokiz yuvib qurgandan keyin suvda qaynatib iste'mol qilsa, qizitma qaytirish roli bor. Ikkinchi, ko'mmuqunaqni suvda pishirish. Yangi uzilgan ko'mmuqunaqni dumlab pishirmay, suvda pishiramiz. Ko'mmuqunaqning tarkibidagi selluloza uchayning lo'mildash harakatini ilgari suradi va qavziyatning oldini oladi. Uningdan boshqa xolesterinning parchalanishini ilgari suradi. Uchinchi, yong'oqni suvda pishirish. Yong'oq postini pokiz chiqarib etgandan keyin qozonga suv quyib, kabobichon va oz miqdorda tuz quyib qaynatsak, qirtoq ta'mi yo'qaydi. Suvda pishirilgan yong'oq mig'iz tarkibida mo'l miqdorda oqsil va odam badaniga zarur bo'lgan yog' kislotasi bor bo'lib, cho'ng miyaning modda almashishini ilgari surib, miya hujayralarini oziqlantiradi va miyaning iqtidorini oshiradi. 4. Banan postini suvda pishirish. Banan postini suvda pishirib iste'mol qilganda issiq eshib ketish sababidan kelib chiqqan tish og'riqiga manfaat qiladi. Tish og'irgan vaqtda banan postini pokiz yuvib, ozroq navat qo'shib suvda qaynatgandan keyin sho'rpisini ichsak, issiq eshib ketishdan kelib chiqqan tish og'riqiga manfaat qiladi. 5. Nashputni suvda pishirish. Nashputni suvda pishirgandan keyin ozroq navat selib ichsak bo'ladi. So'zilma xarakterlik yotqinchoq yallig'iga shifo qiladi. Doim nashput suyi ichib berganda osti xarakterlik yotqinchoq yallig'i, ko'k yo'tal qatorliq kasalliklarga manfaat qiladi. 6. Olmani suvda pishirish. Olma posti va urug'ini ilib tashlab etgandan keyin suvda pishirsaqli bo'ladi. Olmaning o'ttirsidagi qismida oz miqdorda siyan qatorliq zaharlik modda bo'ladi. Suvda pishirilgan olma uchaydagi foydali zamburug'larning o'sishini ilgari suradi. Uchay yallig'ini davolash unumi bor. 7. Chilonni suvda pishirish. Chilonni suvga selib qaynatib pishirgandan keyin sovutib ichsakli bo'ladi. Rakka qarshi turib immunitet kuchini oshiradi. Chilonni qaynatib pishirgandan keyin tarkibidagi ko'p xil birikmalar odamning immunitet kuchini o'stirib, rakka qarshi turish rolini o'ynaydi. 8. Dolanani suvda pishirish. Dolananing postini elib etgandan keyin muvofiq miqdorda oq shakar aralashtirib, suvda pishirib iste'mol qilishga bo'ladi. Dolananing talni sog'lomlashtirib, ishtaha etish roli bor bo'lib, suvda pishirgandan keyin hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, ishtaha tutilish qatorliq omillarga unumli manfaat qiladi. Apelsin postini doim suvda qaynatib ichib berganda oshqozonga foydasi bor. Eg'iz purashning oldini oladi. Qavziyatni davolaydi.